Hozir bizlar futbolchilarimiz bilan yugurdik, razminka qildik, rastashka qildik, preska mashqlar qildik. Endi bizlar futbolchilarimiz ichida kimlar shaxmat o'ynashini aniqlashimiz kerak, kimlar shaxmat o'ynashni bilishni aniqlashimiz kerak. Keyin nimaga shaxmat o'ynashimiz kerakligini tushuntiraman. Kim shaxmat o'ynashni biladi ichlaringda? Qo'llaring ko'taringlar. Kim? Qani? Necha kishi biladi? Ikkita komandamiz, ikkita komandaga bo'l. Fayzulloh, yana kim? Fayzulloh, Kamoliddin, narka sizlardan. Necha kishi? 2 kishi. Bu komandadan necha kishi biladi? Ismoil. Kim? Yusufxon. Yaxshi, qaranglar. Hozir sizlar mana ikkita komandaga bo'lindilaring. Hozir shaxmatdan keyin futbol o'ynaymiz. Hozir biz intellektual kurash, ya'ni intellektual boshni ishlatish uchun, miyamizni yaxshi ishlashi uchun aql gimnastikasi deydi, biz shaxmat o'ynaymiz. Shaxmat o'yini nima uchun futbolchiga kerak? Nimaga shaxmat o'ynash kerak? Kimda qanaqa fikr bor? Kim aytadi? IQni ko'tar. Hozir. Mana shaxmatni terishdi bolalar. Shaxmatni. Men ismim Rajab Kamoliddin. Shaxmat o'yini futbolchiga ham, urush maydonida odamga ham kerak. Bu IQni biroz bo'lsa-da oshiradi. Ko'p o'ynasa odamni zehni o'tkirlashadi. Xo'p, futbolchiga zehnini o'tkirlashda nima keragi bor? U futbolchi o'z nuqtasida mukammal o'ynashi uchun. Demak, futbolchini yaxshi futbolchi bo'lish uchun shaxmat o'ynab turish kerak, shundaymi? Yana kimda qanaqa fikr bor? Fayzulloh, nimaga o'ynash kerak futbolchi shaxmat? Bilmaysiz, Yana kim? Ismoil, bilasizlarmi? Qaranglar, shaxmat biz o'yinda fikrlashimiz kerak. Biz hammamiz fikrlashga o'rganishimiz, islom. Biz fikrlashga o'rganishimiz kerak. Endi shaxmatni bilmaydigan bolalar bor-ku. Sizlarga vazifa shaxmat o'yinini o'rganasizlar. Bo'sh paytlaringda uyda ota-onalaring bilan, aka-ukalaring bilan, shaxmatni bilgan kishilar bilan shaxmat o'ynab turasizlar. Qani hozir nima uchun kerak bizga? Biz tez fikrlashimiz kerak maydonda. O'ylashimiz kerak. To'pni o'ylamasdan tepib yormasligimiz kerak, yo'qotmasligimiz kerak. To'pni masalan raqib olib qo'ymasligi uchun partnyorlarimizga aniq pas berishimiz kerak. Endi yurishni boshlaymiz. Birinchi oqlar boshlaydi. Qani boshladik. Xo'p. Yaxshi. O'zaro gaplashib, maslahatlashib o'ynayotgan komandalar bir-birlaring bilan. Yuringlar. Yaxshi. Qolganlar kuzatib turinglar. O'rganasizlar. Sizlarga uyga vazifa, shaxmatni o'rganasizlar. Yaxshimi bolalar? Kerak sizlarga. Futbolchilarga shaxmat o'yini kerak. Yaxshi. Bu nima? Yaxshi. O'ynadik. Fikrladik. Biz tez fikrlashga, tez o'ylashga, maydonda ko'rishga, o'yinda o'qishga, partnyorni o'rganishimiz kerak. Buning uchun bizga shaxmat yordam beradi. Juda katta yordam beradi shaxmat o'yini. Yaxshi. O'ynadik. Yaxshi. O'ynadik.
Aha. Bitta oq piyodani urib olibsizlar, sizlar, qoralar. Bu o'ng tomondagi komanda. Yaxshi. O'ylanglar. Aha. Yaxshi. Ot bilan bitta piyodani urib oldi ikkala. Ikkinchi komanda ham. Yaxshi. Tushunarli. Yaxshi bolalar. Bo'ladi. Hozir nichiya holati ikkala komandaga ham nichiya, ya'ni teng, durang yaxshi. Bu yaxshi holat, shaxmatni bilishlaring, o'rganishlaring kerak. Endi hozir futbol o'ynaymiz. Katta rahmat.